jigardagi, ichaklardagi qurtlarni, ya'ni uy sharoitida osonroq usulni aytaymi. Вам сказать в домашних условиях, смотрите, в домашних условиях антипаразитарку для взрослых отлетите ему отдельно. Хорошо? Смотрите, возьмете 3 части зира черная, зира. Знаете, да? Черный кумин еще называется, qora zira называется, да? Поняли? Tushundingizmi? И на узбекском, и на русском языке сейчас скажу. И напишу в комментариях тоже, хорошо? Qora zirani 3 qism olasiz. Tasavvur qiling, 100 gram deylik. Arpa bodyomda olasiz. U ham 100 gram olasiz. Xo'p deng. Tushundingizmi? Keyin dolchin 30 gram oling. 3dan 1 qismini. Dolchin, koritsa. Koritsa deyiladi. Bunda uzunchoq tayoq bo'ladi. 30 gram olasiz. Keyin oq murch va qora murch olasiz. Bu ham shu 30-33 gramdan. Hammasini maydalab, xo'p deng. Maydalab, ertalab va kechqurun 1 choy qoshiqdan suvga aralashtirib ichivering och qoringa. Tushundingizmi? Bir 5-6 kun qiling. Qiling. Yemay turing shirinlik, yemay turing. Soklardan ichib turing. Nafs tuting. Tushundingizmi? Теперь на русском языке. Смотрите. Возьмете зира черная. Зира. Я сейчас и фотку